Assalomu alaykum. Men Zuhriddinova Iroda. Biz elektr mashinalari fanida laboratoriya mashg'uloti ishi olib boramiz. Mavzuyimiz bugungi laboratoriya ishi mavzuyimiz ikki chovonni ikki fazali transformatorning yulduz ulangan holatidagi qisqa tutashuv ishlatishini aniqlash. Buning uchun bizga kerak bo'ladi transformator, ampermetr, voltmetr, kosinus fini aniqlash qurilmasi, invertor. 380 voltga oshiramiz. Bunda ampermetrimiz 0.17 chiqdi. Voltmetrimiz 58 ko'rsatyapti. Kosinus finimiz 1.